Leksiyalarımızın devamı, hürmetli vatandaş. Bugün çizgiler 2022 yıl 6. ayının 13. günü. Demek 5 milyar dolarlık tabi gaz ve kimya zavutu kuruş doğrusu söhbetini toxtattı Rusya Cungo. Az degende 5 yürüşlük Cungo şirketi Sibiriya tabi gaz kuruluşuna qatnashishni toxtatdi. Shundaq bo'lishi qarabda qolmay tadqiqotchi Pavel Stroniskiy mundaq ko'rsatdi. Jungoning chegarasidan chiqib Qozog'iston, Rossiya, Belorussiya orqali Yevropa ittifoqiga yetib boradigan temir yo'l Jungoning g'oyat zo'r miqdorda pul yordam berishiga tayinlatdi. Yevroasiya iqtisodiy ittifoqining tovar mollarini Jungoda yo'tkab Yevropaga elib boradigan muhim qatnash yo'li edi. Hozir bu yo'l butunlay qatnashdan to'xtadi. Stroniskiy to'g'ridan-to'g'ri mundaq ko'rsatdi. Innovat xatarini o'ylashganda yoki Rossiyaning tovar mollarini tutib qolishidan ansirganda Yevropada ta'minlash savdogarlari Rossiyada o'tadigan tovar mallarni poyezdlarga qochalab bo'lib, ehtiyotchan pozitsiya qo'llanishga majbur bo'ldi. Qochalab bo'lib qatnama to'xtab qoldi bu. O'sha sabablar tufayli Jungoda ishlab chiqarish savdogarlari bu temir yo'ldan foydalanishdan borgan-sari ehtiyot qiladigan bo'ldi. Rossiya yo'lda tutib oldi poyezdni deb ehtiyot qiladigan bo'ldi. Embargo xatarini qayrib etganda yoki chiqarib etganda Jungo taraqqiyot komiteti dokladida mundaq oshkorildi. Jungoning tashqi dunyo muqimsizligidan ansirishi barg'ansiri yo'qrilmoqda. Masalan, mag'izmayadigan ko'tiga desak, asosiy desak, buyadikeman. Temir yo'lning qatlab qolishiga asos sabab deydi Jungoning tashqi dunyoning muqimsizligidan ansirishi. Tashqi dunyoning muqimsizligidan ansirishi barg'ansiri yo'qrilmoqda. Bu yil bu xatarni bir yo'l bir belbog' qurilishiga markazlashtirib qarasa, bu xil qarash Jungo shirkatlarining bir yo'l bir belbog' tashabbusi bo'yicha mablag' solishni to'xtatishga majburlaydi. Demak, bir yo'l bir belbog' siyosati Yevropa tarafda, Qozog'istonni hisob qilganda O'rta Osiyo tarafda so'g'ichalashdi degan. Yana bir xabar vatandosh. Arka tarafda sürkülüş özlüksüz bo'layotdi. Xi Jinping asta Vladimir Putindan yiroqlashyapti. Mavzuli xabar 6-oyning 12-kungi kuni Germaniya do'lqinlari va Jungoga nazar to'rbetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Germaniya jiddiy nuqtalar jurnali Germaniyalik olim Alexander Gerlachning maxsus obzorini e'lon qildi. Dünya Vladimir Putin bilan Xi Jinping o'q markazidan ansirmoqda. Dünya Vladimir Putin bilan Xi Jinping o'q markazidan ansirmoqda. Lekin arqa tarafda Rossiya Jungo surkilishi o'zliksiz bo'layotdi. Mavzuli obzorda mundaq ko'rsatdi. Xi Jinping Jungoning iqtisodiga ko'ngil bo'layotdi. Shunlashqa Jungo Vladimir Putin uchun g'arb dunyosidan ayrılıp ketish xatariga tavakkalchilik qilolmaydi. Rossiya Ukrainaga tajovuz qilib kirib, Jungoga ko'p ovorchilik paydo qildi. Jungo egilik huquq daxl tarvuz qilishga bo'lmaydi degan gapini ching turdi. Bu ham Shangang va Tayvanga qaratgan egilik huquq uchundir. 3. ayning boshlarida Moskva bilan Beijing yangi o'q markazi ittifoqi davlatlar tashkil yangi o'q markazi davlatlar ittifoqi tashkillagan edi. Butun dunyo ansirgan. Hozirgi vaziyat Jungoga Moskvaning bir ovorchilik tepib beradiganligi, hozirgi vaziyat Jungoga Moskvaning bir ovorchilik tepib beradigan davlat ekanligini tonutdi. Xi Jinping Moskvadan oshkor yiroqlashishni xohlamaydi.
Çünkü Cungu nazik bir sada bilen dünyaga şundaq deydi ki, Beijing Moskvani hergiz şartsiz qollamaydi. Demek Beijing'in Moskvani her cihetten qollab turishida bir şart var. O nima vatandaşlar? Qısqası ben aytaman ki bunun ishininki Uyg'uriston meselesida zuvanini yig', og'zingni ochma degan.